Excellency, thank you very much for taking the time to visit our class. Janob elchi, bugun klasterimizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Sizni kutib olish biz uchun sharaf va bir nechta savollar berib, ayrim masalalar bo'yicha fikrlaringizni eshitishni istardik. Birinchi savol bilan boshlasam maylimi? Thank you. Of course. Siz diplomatik faoliyatingizni Estoniya mustaqilligining ilk davrida boshlagansiz va keyinchalik Garvardda tahsil olgansiz. What advice would the Bugungi tajribali elchi o'sha yosh diplomatga qanday maslahat bergan bo'lardi? I believe I've been quite privileged. Men Estoniyaning rivojlanishidagi turli bosqichlarni bosib o'tganimni katta imtiyoz deb bilaman. Phases of Estonia's development. Men Estoniya mustaqilligini qayta tiklashidan oldin Tashqi ishlar vazirligiga ishga kirdim. Estonia regained. Estoniya Tashqi ishlar vazirligining shakllanish jarayonini boshdan kechirdim va uni qurgan jamoaning bir qismi edim. Keyinchalik Garvardda o'qish imkoniga ega bo'ldim. So'ngra Yevropa davlat xizmati va Yevropa tashqi aloqalar xizmatiga o'tdim. O'zimniki kabi qiziqarli yo'nalishni tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun yoshligimga iltimos nima qilayotgan bo'lsang, shuni davom ettir deb aytgan bo'lar edim. Continue on that path. That's really nice to hear. Buni eshitish juda ham qiziqarli. Ko'pchilik ortga qaytib, o'ziga nimandir boshqacha qilishni maslahat berishni istaydi. Shuning uchun sizda bunday his yo'qligi juda ham yaxshi. Yana bir muhim savol, ichki kompasingiz qanday o'zgardi? Faoliyatingizni endi boshlagan paytingizdan bugungi kungacha dunyo qarashingiz qanday shakllandi yoki o'zgardi? Well, I think with Tajriba bilan o'rganadigan birinchi narsangiz shuki, siz har doim ham xonadagi eng aqlli odam emassiz. U yerda boshqa aqlliroq odamlar ham bor va ularni tinglash kerak. Boshqalarni tinglash o'z fikr va qarashlaringizdan voz kechish degani emas, lekin hatto g'oyangiz yaxshi bo'lsa ham boshqalardan fikr so'rash va tekshirib ko'rish yakunda yanada yaxshiroq natijaga olib keladi. that doesn't mean giving up your own convictions. Yoshlikda hamma narsani juda tez va ba'zan o'ylamay amalga oshirishni xohlaysiz, lekin biroz sekinlashish, o'ylash va boshqalarni qaror qabul qilish jarayoniga jalb qilish muhimdir. Idea or a very strong conviction to double check with others. Jamoada ishlash va hamkorlikning muhimligini tajriba orqali o'rganasiz. Har bir yoshga shuni maslahat beramanki, siz juda aqlli bo'lishingiz mumkin, lekin boshqa aqlli odamlarni ham tinglash foydadan xoli emas. There are other smart persons and it makes sense to listen to them as well. That felt very personal. Resonated a lot because as a young Bu professional. javob juda ham ta'sirli bo'ldi. Yosh mutaxassis sifatida ishlarni tezroq oldinga silchitishga intilish va ba'zan boshqalarning fikrini darhol qabul qilmaslik holatini yaxshi tushunaman. Ammo ayniqsa farmatsevtika va tadqiqot sohasida tajribali mutaxassislarning fikrini so'rash va yana bir bor teoriyalaringizni tekshirib ko'rish har doim foydali. Fikrlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi savolim yoshlar haqida. Bugungi kunda ko'plab yoshlar ilm-fan, tadqiqotlar, ayniqsa farmatsevtika va biotexnologiya sohasida murakkab deb hisoblaydi yoki ilmiy tadqiqotdan ko'ra ishlab chiqarish yoki startaplar bilan shug'ullanishni afzal ko'radi. Sizningcha tadqiqotga ularni qanday qilib jalb qilish mumkin? They just want to work. I know when I finished high school, my chemistry teacher was very unhappy that I went to study social sciences and not chemistry because she would have liked me to study chemistry in university. Maktabni bitirganimda kimyo o'qituvchim ijtimoiy fanlarni tanlaganimda juda xafa bo'lgan edi. U mening universitetda kimyo o'qishimni xohlagandi. Menimcha zamonaviy texnologiyalarning mavjudligi va sizning hissangiz kattaroq narsani harakatga keltira olishi har qanday sohani qiziqarli qiladi. Has strong potential that makes any process. Bu yerda farmatsevtika innovatsiyalari va rivojlanish rejalarini ko'rib, bu yoshlarni ilm-fanga jalb qiladi deb o'ylayman. Siz nafaqat kimyoni o'rganasiz, balki O'zbekistonda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonning bir qismi bo'lishingiz mumkin. Har qanday talaba uchun bunday dinamik jarayonning ishtirokchisi bo'lish imkoniyati juda qiziqarli. As a young person working in the Tashkent Pharmapark cluster, I can testify that knowing that your Farmatsevtika klasterida faoliyat yuritayotgan yosh mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, sodir bo'layotgan o'zgarishlarning bir qismi ekanligingizni his qilish, umumiy manzarani kuzatish,
yangi islohotlarni, yangi binolarning qurilishi, yangi tadqiqotlarni, kundalik ish faoliyatiga katta motivatsiya beradi. Bu haqiqatdan ham ilhomlantiradi. Buni ta'kidlaganingiz uchun rahmat. And so, as you probably know, in October 2025, Ma'lumki, 2025-yil oktyabr oyida kengaytirilgan hamkorlik va sheriklik to'g'risidagi bitim imzolandi va farmatsevtika sohasi ilk bor O'zbekiston va Yevropa ittifoqi munosabatlariga rasmiy kiritildi. Sizningcha bu bitim amaliyotda qanday qo'llaniladi? especially for a cluster like ours. Well, I think that there's a lot of unused potential in our Hozirgi O'zbekiston va Yevropa ittifoqi aloqalarida ilmiy faoliyat bo'yicha foydalanilmagan salohiyat ko'p. Kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim ma'lum bir asos yaratadi. what is needed to fill that framework is Lekin uni kadrlar va yaxshi g'oyalar bilan to'ldirish kerak. Men ayniqsa Horizon Europe dasturini eslab o'tgan bo'lardim. Bu Yevropa ittifoqining yirik ilmiy dasturi bo'lib, O'zbekiston hozirgacha unda o'z imkoniyatlari darajasida ishtirok etmadi. Agar biz ushbu imkoniyatlardan foydalansak, O'zbekiston ilmiy faoliyatiga katta hissa qo'sha olamiz. Umid qilamanki, bu Yevropa ittifoqi farmatsevtika sohasini ham rivojlantiradi. Chunki o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatilsa, bu bir tomonlama yo'l bo'lmaydi. Yevropa innovatsiyalari bu yerda, O'zbekiston innovatsiyalari esa Yevropada qo'llaniladi. That Horizon Europe is Horizon such an- Europe dasturi bu haqiqatan ham yashirin xazina. Ko'pchilik bu dastur haqida yetarlicha bilimga ega emas. Fulbright yoki Erasmus haqida deyarli hamma eshitgan, ammo Horizon Europe ko'pchilik uchun hali ham tushunarsiz. Agentlikning fan, ta'lim va innovatsiyalar bo'limi sifatida biz hozirda Horizon Europe'ga alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Hamkorliklar o'rnatish, konsorsiumlar tuzish va mavjud imkoniyatlardan faol foydalanish ustida ishlayapmiz. Va blitz savollarga o'tishdan oldin so'nggi biroz jiddiy savol. Horizon Europe. Bugungi O'zbekistonning energiyasi va ambitsiyalarini bir so'z bilan ifodalashingiz kerak bo'lsa, bu qaysi so'z bo'lardi? sort of a Central Asian tiger. Biz bu developing yerda here. o'ziga xos Markaziy Osiyo yo'lbarsi shakllanayotganini ko'rmoqdamiz. Men bu jadal o'zgarishlar barcha uchun foydali bo'lishini, ya'ni barcha qayiqlarni birdek ko'tarishini xohlayman. Bu butun jamiyat o'z hissasini qo'shadigan va foyda ko'radigan inklyuziv jarayon bo'lishi kerak. Bunday tez o'zgarishlarda hamma birdek jarayonda qolishini ta'minlash qiyin vazifa, lekin bu jarayonning juda muhim qismi bo'ladi. Thank you very much. Katta rahmat. Endi biroz yengilroq savollarga o'tamiz. O'zbekistondagi eng sevimli taomingiz qaysi? Of course, Albatta, palov deyman. Rostdan ham palov eng yaxshi ko'rgan taomingizmi yoki shunchaki milliy taom bo'lgani uchun palov deyapsizmi? like plof very much. Uni juda yaxshi ko'raman, lekin aynan qaysi birini ekanligini aytmayman. Chunki bu juda nozik savol. Odamlar xafa bo'lishi mumkin. O'zbek taomlari orasida eng yoqtirganim shu. I would also most likely get a Qaysi palovligini so'rab o'tirmayman. Bu juda ham bahsli savol bo'lishi mumkin. Yozning issiq kunida issiq choyni tanlaysizmi yoki sovuq ayronnimi? Would you prefer a hot tea or cold ayran? Rather Issiq hot. choy. Okay. Ajoyib. Asta-sekin o'zbek bo'lib boryapsiz. Chorsu bozorimi yoki Tashkent City Mall? I think Chorsu Bazaar. Chorsu. U boshqacha bo'lgani uchun tanlayman. Tashkent City Mall juda chiroyli va menga yoqadi. Lekin u boshqa shaharlardagi yirik savdo markazlaridan unchalik farq qilmaydi. Chorsu bozorini esa ko'p shaharlarda topa olmaysiz. Chorsu Bazaar you don't really find in many other cities. Qog'oz kitoblarmi yoki Kindle? Albatta, qog'oz nashrlar. Hozirda 8 jildlik Rim imperiyasining tanazzuli va qulashi kitobini o'qiyapman. Okay, so Har what's- bir what yosh is o'qishi one kerak book that deb you would hisoblaydigan recommend bitta to kitobni tavsiya qila absolutely olasizmi? of- Right now Qizim misolda aytishim mumkinki, Harry Potter yoshlarni mutolaaga jalb qilish uchun juda zo'r asar. Shuningdek, Uzuklar hukmdori ham ajoyib kitob. 20 dan 30 yoshgacha bo'lganlar uchunchi.
Rim imperiyasi haqidagi kitoblar 1776-yilda yozilgan bo'lsa ham, imperiyalarning qanday qulashi haqida dars beradi. Bu bugungi va kelajak avlodlar uchun ham darsdir, chunki tarixiy jarayonlar takrorlanadi. Siyosat va boshqaruvda bo'lmoqchi bo'lgan har bir kishi uchun tarixni bilish juda qimmatli boylikdir. And the last one, I think I already know an answer to, but Oxirgi savolim, har kungi qarorlarni qabul qilishda ko'proq intuitsiyangizga quloq solasizmi yoki strategiyaga amal qilasizmi? Intuition. Boshqalarni tinglash yaxshi, lekin o'z instinktlaringizga ishonishingiz kerak. Having to listen. Trust your own instincts. Yakuniy qarorni baribir o'zingiz qabul qilasiz, o'zingizga ishoning. Siz ham aqlli odamsiz. Bir qarorga keldingizmi, unda qattiq turing. Xato qilishdan qo'rqmang. Xato qilib uni tuzatish hech qanday qaror qabul qilmaslikdan yaxshiroqdir. Anybody who does something is going to make mistakes. It's better to make a mistake and then fix it than not to make any decision at all. thank you very much. Sermazmun suhbatingiz uchun katta rahmat. Fikrlaringizni eshitish bizga juda ham qiziqarli bo'ldi. Men haftasiga 3 marta o'zbek tilini o'rganyapman. Shuning uchun katta rahmat. So, but katta rahmat. Sizga ham rahmat.